20. bab. Hazreti İsa sözünü davamlaştırıp mundaq dedi. Çünkü erişinin padşahlığı bir yer egisiga o'xshaydi. Yer egisi üzümzorlig'ida ishlashga odam yollash uchun qoq saharda sirtqa chiqibdi. U ishlamishlarning kunligiga bir kumush tangidan berishga kelishib, ularni üzümzorlig'iga avatibdi. Soat 9 atrofida u yana sirtqa chiqib, bozorda bekor yurgan boshqa kishilarni ko'ribdi. Ularga, "Sizlarni üzümzorlig'imga berib ishlanglar, haqqinglarni muvofiq beraman", debdi. Ular üzümzorlikqa beribdi. Tush vaqtida va tushdan keyin soat 3larda u qaytib chiqib, yana shundoq ishlamishlardan bir nechini yollabdi. Soat 5larda chiqqanida u yerda turgan yana boshqalarni ko'rib, ulardan "Nima uchun bu yerda kun bo'yi bekor yursizlar?" deb so'rabdi. "Bizni hech kim yollamadi", deb javob qaytaribdi ular. "Bundaqda sizlarmi üzümzorlig'imga berib ishlanglar", debdi yer egisi ularga. Kashquruligi yer egisi g'o'jidarga ishlamchilarni chaqirib, eng oxirida kelganlardan boshlab, eng avval kelganlargacha hammasining ish haqqini ber, debdi. Tushdan keyin soat 5da ishga tushganlar kelib, g'o'jidardan bir kumush tangidan ilishibdi. Eng avval ishga tushganlar texmi ko'p ish haqqi olamizg'u deb o'ylashibdi. Biroq ularga navbat kelganda, g'o'jidor ularga bir kumush tangidan beribdi. Ular ish haqqini olgandan keyin yer egisidan ranjib, keyin kelganlar faqat 1 soatli ishladi. Biroq siz ularga kun bo'yi qattiq issiqda azob chekkan bizga o'xshash haq berdingiz, deyishibdi. Yer egisi ularning biriga mundaq javob qaytaribdi. "Birodar, sana nohaqlik qilganim yo'q. Sen bilan bir kumush tangiga kelishmaganmidik? Haqqingni elib, qaytib ketgin. Keyin kelganlarga sana o'xshash bo'lsam nima bo'pti? O'z pulimni o'zim bilgancha ishlatish huquqim yo'qmi? Sexiyligimni ko'rolmayotgamsan-ya." Demak, oxirgi bo'g'onlar kelgusida oldinqilar bo'ladi. Oldingi bo'g'onlar kelgusida oxirqilar bo'ladi. Hazreti İsa Yerusalimga ketib etib, yo'lda 12 shogirdini bir chetga tortib, ularga mundaq dedi. "Mana biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. İnson o'g'li oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlariga topshirildi. Ular uni o'lim jazosiga mahkum qilib, Rimliklarga topshirib berdi. Rimliklar uni masxara qilib, qamchilab, krestga mixlaydi. Lekin u 3-kuni qayta tirildi." Shu chog'da Zabadiyning ayoli 12 shogird ichidagi 2 o'g'lini elib, Hazreti İsa'ning oldiga keldi va uningga ta'zim qilib turib, bir talpi borligini aytdi. "Nima talpingiz bor?" deb so'rdi Hazreti İsa. Ayol uningga, "Qabul qilgaysiz. Sizning podshohlingizda bu 2 o'g'limdan biri o'ng yeningizda, biri so'l yeningizda o'ltirsin", dedi. "Sizlar nima talab qilganliginglarni bilmayapsizlar", dedi Hazreti İsa. "Men ichadigan azob qadihini ichalamsizlar?" "Ichalaymiz", deyishdi ular. Hazreti İsa ularga, "Sizlar haqiqatanmi mening azob qadihimga o'rtoq bo'lasizlar? Biroq o'ng yoki so'l yenimda o'tirishinglarga ruxsat qilish mening ixtiyorimda emas. Otam u o'rinlarni kimlarga tayyorlagan bo'lsa, shular o'ltirdi." Buningdan xabar topgan boshqa 10 shogird bu 2 qarindishidan xafa bo'ldi. Lekin Hazreti İsa ularni yeniga chaqirib, mundaq dedi. "Sizlarga ma'lum, bu dunyodagi hukmronlar qo'l ostidagi xalq ustidan rahimsizlik bilan hokimiyat yurgizdi. Amirlari ularni qattiq qo'lliq bilan idora qiladi. Biroq sizlarning oranglarda bundaq ish bo'lmasin. Sizlardan kim martiblik bo'lishni xohlasa, u qog'onlarga xizmat qilsin. Kim oldinqisi bo'lishni xohlasa, u qog'onlarning quli bo'lsin. İnson o'g'limi boshqalarni o'ziga xizmat qildirg'ili emas, boshqalarga xizmat qilg'ili va jinini pido qilish badiliga
nurg'un odamlarni gunohdan ozod qilg'ili keldi. Ular Erixa shahridan ayrilganda top kishilar Hazreti Aysoga agishib mangdi. Yo'l bo'yida o'ltirgan ikki qarig'u Hazreti Aysoning u yerdan o'tib ketayotganini anglab, "Hey taqsir, podsho Davudning avlodi, rahim qilg'aysiz", deb tovladi. Ko'pchilik ularni ayblab, unini chiqarmasligini aytdi. Lekin ular, "Ya Rabbim, ey podsho Davudning avlodi, bizga rahim qilg'aysiz", deb texmi unlik tovladi. Hazreti Ayso qadimini to'xtatib, ularni chaqirib, "Mendan nima talab qilasizlar?" deb so'radi. "Ya Rabbim, ko'zlarimizni ochqaysiz", deyishdi ular. Ularga ich og'ritgan Hazreti Ayso ularning ko'zlariga qo'lini takkizgan edi, ko'zlari shu an ichilib ketdi. Ular Hazreti Aysoga agishib mangdi.